أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول العلم شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين للأطفال degan darsning davom so'zlaymiz. Bugun yana Nuh alayhisalomning qissasiga keldik. Safinatu Nuhin, Nuhning kemisi. Ba'da Adama, Adamdan keyin. Barakallahu fi zurriyati Adama. Allah Taala Adam alayhisalomning farzandlariga barakat berdi. Ya'ni texim ko'paytib berdi degan gap. Davomlashtirib berdi yoki. Barakatning ma'nosi ko'paytish ham davomlashtirish. Adam g'ayr munsarif shunga zir qo'ydigan yer zabar o'qidik. Adam alayhisalomning farzandlari, zurriyatlari degan avlodlari, farzandlari tarqaldi va ko'paydi. Falaw raja'a Adamu va ra'a awladahu lama arafa. Agar Adam qaytgan bo'lsa, Adam alayhisalom o'lib ketdi-ku, ash vaqtida qaytgan bo'lsa, farzandlarini, avlodlarini ko'rgan bo'lsa, o'chaq ularni tunmay qoladi. Walau qila lahu, agar unga mundaq deyilsa, qila degan qolaning majhul shakli. Hazihi zurriyatuka ya Adamu. Ey Adam, mana bu sening avlodlaring, farzandlaring deyilsa, la ta'ajjaba kaseera. Noytibak ajablanadi, hayron qoladi va subhanalloh deydi. Subhanalloh degan Alloh pokdir degan gap. Haula'i kulluhum avladi. Bularning hammasi mening avlodlarimmi, farzandlarimmi, bolalarimmi? Hazihi kulluha zurriyati. Bularning hammasi mening zurriyatlarimmi, avlodlarimmi? Va kanat li zurriyati Adama Qur'an kasiratun. Adam alayhisalomning farzandlarining nurg'ulg'an kanitlari bor edi. Qura degan kanit qishloq, shahar degan ma'noga ishlatildi. Va banaw buyutan kasiratan. Ular nurg'ulg'an uylarni saldi, yasidi. Va kanu yahrusuna al-arda. Ular yer teriydi. Va yazra'un, ziraat teriydi. Va ya'ishun, yashaydi. Va kana an-nasu ala dini abihim Adama. İnsanlar dadillari bo'lgan Adamning dinida edi. Ya'budunallaha, Allohga ibodat qiladi. Va la yushrikuna bihi shay'an. Allohga hech qanday narsani shirik keltirmaydi. La nafiya shay'an, aniqsiz ism nakira ism. Nafidinkin aniqsizlik kelsa, umumlikni bildirdi. Shuning uchun hech qanday bir narsani shirik keltirmaydi deymiz. Va kana an-nasu ummatan wahidatan abuhum Adamu va rabbuhumulloh. İnsanlar bir ümmet idi. Ularning dadilari Adam idi va ularning Robbi Allah idi. İkinci hasadu şeytani. Şeytanning hasad qilishi. Shayton degan shatana. Ba'uda degan ma'noda yiroq bo'ldi. Allohning rahmatidan yiroq bo'ldi degan gap. Shatana degan. Shundan gap chiqqan. Shayton Allohning rahmatidan yiroq bo'lguchi degandek ma'noda. Walakin kayfa yarda iblisu. Lekin iblis qandoq rozi bo'lsin va zurriyatuhu bihaza. Adam alayhisalomning farzandlari mushu holatda tursa, ya'ni Alloh qilam ibodat qilib, Allohga shirik keltirmaydigan shunday bir ahvolda tursa, iblis qandoq rozi bo'lsin? Ala yazalun nasu ya'budunalloha. La yazalu degan davomliq degan gap. İnsanlar davomli Allohga ibodat qilamdi. Ala yazalun nasu ummatan wahidatan va la yaxtalifun. İnsanlar davomliq, la yazalu degan davomliq bir ummat bo'lamdi. Ham fe'l naqis, ummatan wahida. Ummatan degan la yazalu fe'l naqisniki qabr bo'lg'achqa zabar o'qiymiz. İnsanlar davomliq bir ummat bo'lamdi, ixtilof qilishmamdi. Inna zalika la yakun. U ish bo'lmaydi. Shaytonninki fikrima o'ylayotdi. Inna zalika la yakun. U bo'lmaydi. Ya'ni mushu xayollarni shayton o'ylayotdi. Al yadkhulu zurriyatu Adamal jannata. Adamning farzandlari jannatga kiramdi. Jannatga kirib, iblisning bolalari do'zaxga kiramdi. Va yadkhulu iblisu va zurriyatuhu an-nara. Iblis va uning farzandlari do'zaxga kiramdi. Inna zalika la yakun. Inna zalika la yakun. Bundaq bo'lmaydi. Ya'ni bundaq bo'lmasligi kerak deb shayton o'yladi. Innahu lam yasjud li Adama. Shayton Adam sajda qilmaganligi uchun fataradahu Alloh.
qarada qo'g'livatdi degan gap. Alloh uni qo'g'livatdi va uni la'nat qildi. La'nat qilishmi Allohning rahmatidan jiroq bo'ldi degan gap. Ala yantaqimu min bani adama. Odamning ballardan intiqom olmamdi. Fayadkhulu ma'ahun nara. Andan ular uning bilan, ya'ni shayton bilan birga do'zaxga kirmamdi. Shunday jumlani hozirda tarjima qilsak sal qalmashmay qoldi. Shuning uchun so'roq bilan fa kelgan vaqtida mushtoq jumlani odam ballardan intiqom elib, odam ballari shayton bilan birga do'zaxga kirmamdi deb tarjima qilsak yaxshi. So'roqni oxiridan chiqarib la budda ayyakuna zalika, la budda chuqum lozim degan gap. Shundoq bo'lishi kerak, ya'ni odam ballari shayton bilan birga do'zaxga kirish kerak. Bu shaytonning xiyoli. La budda ayyakuna zalika. Chuqum shundoq bo'lishi kerak. Ya'ni ashundoq bo'lishi kerak, lozim. Alloh sig'inib, qo'g'lan shaytondan panoh tilaymiz, ham do'zaxdan panoh tilaymiz. Alloh taolo bizni do'zaxdan jiroq qilsin. Bugungi dars mushagit bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.